Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan navbatdagi mavzumiz sotsial psixologiyada sotsiometriya metodi va tranzakt analiz mavzusi kesimida suhbatlashishga harakat qilamiz. Bevosita bu mavzuning tarkibida ikkita asosiy katta reja mavjud bo'lib, birinchisi sotsial psixologiyada sotsiometriya, ikkinchi reja sotsial psixologiyada tranzakt tahlilning o'rni. Sotsiometriya so'zi va uning psixologiyadagi o'rniga to'xtaladigan bo'lsak, avvalo sotsiometriya latincha societas, jamiyat va yunoncha metria, o'lchov so'zlaridan kelib chiqqan va psixologiyadagi ahamiyatni shaxslararo munosabatlarni o'rganadigan ijtimoiy psixologiyaning bir bo'limi sifatida faoliyat yuritadi. Shuningdek, sotsiometriya birinchi navbatda ijtimoiy turmushdagi kichik guruh ishtirokchilari o'rtasidagi yoqish va yoqtirmaslikni miqdoriy o'lchovlarda o'rganishga va o'sha guruh a'zolari o'rtasidagi bevosita emotsional munosabatlarni o'rganish va ularning darajalarini o'lchashga qaratilgandir. Sotsiometriya guruh a'zolarining bir-biri bilan o'zaro subyektiv munosabatlarini, individlarning guruhdagi mavqei, yetakchilik qila olishi mumkinligi yoki qila olmaslik masalalarini eksperimental yo'l bilan tadqiq etishga yo'naltirilgandir. Sotsiometriya atamasi dastlab 19-asrda ijtimoiy faktlarni o'rganishda matematik usullarni qo'llashdagi urinishlar bilan bog'liq holatda paydo bo'lgan. Sotsiometriya amerikalik sotsiolog Yakob Lev Marinov tomonidan asos solingan. Uning metodiga ko'ra, muayyan guruhdagi har xil xususiyatli shaxslarning o'zaro munosabatlarini aniqlash uchun qaysi faoliyatda kim bilan birga qatnashishi so'ralishi asosiy mezon qilib olingan. Olingan ma'lumotlar matritsa, grafik, sxema, jadval shaklida ifodalanadi. Ulardagi miqdor ko'rsatkichlari guruhdagi kishilarning shaxslararo munosabatlari to'g'risida tasavvur hosil qilishga imkon beradi. Bu ma'lumotlar guruhiy munosabatlarning tashqi ko'rinishini aks ettiradi xolos. Hozirgi davrda sotsiometriyaning modifikatsiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular sifatida quyidagilarni aytish mumkin. Jumladan, Kolominskiy hamda Volkov tomonidan sotsiometriyaning bugungi kundagi ishlab chiqilgan turi test ko'rinishida test savollari yordamida bolalar jamoasidagi shaxslararo munosabatlar haqida to'laroq axborot to'plash imkonini berish bilan ahamiyatlidir. Sotsiometriyaning nazariy va amaliy natijalari mehnat jamoalarining ijtimoiy rivojlanishini boshqarishda, ta'lim va tarbiyaviy ishlarda va jamiyatning barcha qatlamlarida keng miqyosda qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Sotsial psixologiyada tranzakt analiz tushunchasiga keladigan bo'lsak, tranzakt analiz ikkita tildan olingan bo'lib, latincha transaksio kelishuv va grekcha analiz tahlil degan ma'nolarni anglatadi. Uning asoschisi amerikalik psixolog va psixiatr Erik Leonard Bern hisoblanadi. Erik Bern ildizi psixoanalizga taniqli konsepsiyani yaratgan olim hisoblanadi. Tranzaksion analiz bu inson xatti-harakatlarini individual va guruhlarda tavsiflash va tahlil qilishga xizmat qiladigan psixologik model bo'lib, ushbu model odamlarga o'zlarini va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga imkon beradigan nazariy usullarni o'z ichiga qamrab oladi. Erik Bern konsepsiyasi insonning o'zi va boshqalar bilan munosabatini dasturlovchi xulq-atvor kognitiv sxemalarni aniqlash va belgilashga urg'u qiluvchi hamda psixodinamik ham bexayoral yondashuvlar, g'oyalar va tushunchalarni o'z ichiga mujassam etadi. Zamonaviy tranzakt analiz shaxs nazariyalarini, kommunikatsiyalar nazariyalarini, bolalar rivojlanishidagi o'ziga xos nazariyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Amaliyotda u alohida odamlar bilan ishlashdan tashqari, oilaviy munosabatlarni tartibblashga, er-xotin munosabatlari, shuningdek, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni, turli ijtimoiy guruhlarni korreksiyalash tizimida ham keng miqyosda qo'llanilishi bilan ahamiyatlidir.
Erik Bern bo'yicha shaxs tuzilishi, ya'ni strukturasi 3 qismdan iborat bo'lib, ular asosan ota-ona, farzand va katta odam pozitsiyasida faoliyat yuritadilar. Ko'rib turganingizdek, ota yoki ona shartlar, talab va taqiqlarning interiorizatsiyalashgan ratsional me'yorlari bilan namoyon bo'luvchi ego holat sifatida namoyon bo'ladi. Men yoki ego holat esa o'zining mavjudligi bilan xarakterlanadi. Ota yoki ona bu bolalikda ota-onadan yoki boshqa obro'li shaxsdan olingan ma'lumot bo'lib, o'z ichiga xulq-atvor qoidalarini, ijtimoiy me'yorlarni, u yoki bu vaziyatda amalga oshirish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan me'yorlar bilan taqiqlardir. Ota-ona ta'siri ikki yo'nalishda amalga oshadi. Birinchisi, mendek qil ishorasi ostida olib boriluvchi bevosita yoki to'g'ridan to'g'ri ta'sir. Ikkinchisi esa mendek emas, aksincha men aytganimdek qil ishorasi bilan amalga oshiriluvchi bilvosita ta'sir. Ota yoki ona nazorat qiluvchi taqiqlar, sanksiyalar yoki g'amxo'rlik qiluvchi maslahatlar beruvchi, qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi mumkin. Ota yoki onaga mumkin, majbur, hech qachon, demak, eslab qol, qanday bema'nilik, bechora kabi direktiv jumlalar xos xususiyatdir. Farzand. Odamdagi mazkur emotiv asos ikki shaklda namoyon bo'ladi. Tabiiy bola, bolaga xos bo'lgan barcha impulslar, ishonuvchanlik, bevositalik, to'g'rilik, qiziquvchanlikni o'z ichiga qamrab oladi. Bular odamga munosabatlardagi o'ziga xos maftunkorlik va iliqlikni baxsh eta oladi. Shu bilan birga u injiq, tez xafa bo'ladi, egotentrik, o'jar va agressivdir. Adaptatsiyalashgan bola ota-ona umid va talablariga mos keluvchi xulq-atvorni nazarda tutadi. Adaptatsiyalashgan bolaga yuqori konformlik, o'ziga ishonchsizlik, uyatchanlik, tortinchoqlik xosdir. Adaptatsiyalashgan bola qatoriga ota-onasiga qarshi chiquvchi qo'zg'olonchi bolalar ham mansubdir. Farzandga men xohlayman, men qo'rqaman, men yomon ko'raman, men ishim yo'q kabi jumlalar xosdir. Erik Bern bo'yicha shaxs tuzilishi, ya'ni strukturasidagi 3-chi pozitsiya katta odam, ya'ni ulg'aygan men holati. Odamning bu tajribasiga tayangan holda borliqni obyektiv baholash va shu asosida mustaqil vaziyatga mos keluvchi qarorlar qabul qilish qobiliyati xosdir. Ulg'ayganlik holati butun hayot davomida rivojlanish imkoniyatiga ega. Kattaning lug'ati reallikka bo'lgan beasos mulohazalardan xoli ravishda qurilgan bo'lib, obyektiv va subyektiv reallikni obyektiv ravishda o'lchash, baholash va ifoda eta olish imkonini beruvchi tushunchalardan iboratdir. Kattalik, ulg'ayganlik holati ustun odamlar obyektiv bo'lib, eng muvofiq adaptiv xulq-atvorni amalga oshirish imkoniyatiga egalar. Agar ulg'ayganlik holati muhrlangan bo'lib, faoliyat ko'rsatmasa, bunday odam o'tmishda yashaydi. O'zgaruvchan dunyoni anglay olmaydi. Farzand va ota-ona hayot konsepsiyasi bo'lsa, farzand his-tuyg'ular asosidagi hayot konsepsiyasining o'zidir. Ulg'ayganlik esa ma'lumot yig'ish va uni tahlil etishga qaratilgan tafakkur asosidagi hayot konsepsiyasidir. Shuningdek, Erik Bernda katta odam ota-ona va farzand o'rtasidagi hozir rolini o'ynashiga xos bo'lgan xususiyat sifatida tushuntiriladi. U ota-ona va farzandda yozilgan ma'lumotlarni tahlil etgan holda mazkur vaziyatda qanday xulq-atvor muvofiqligini, qaysi stereotiplardan voz kechib, qaysilarini qoldirish kerakligini tanlay oladi. Shu sababli korreksiya doimiy ravishda ulg'aygan katta odam xulq-atvorini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi.
uning maqsadi doimo katta odamni tahlil qilish, nazorat qilish va korreksiyalashdan iborat bo'ladi. Demak, hurmatli talabalar, tinglovchilar, bugun siz bilan o'sha sotsial psixologiyada sotsiometriya metodi hamda Erik Bern tomonidan fanga taklif etilgan tranzakt analiz tushunchasining mazmun mohiyatini tushunishga harakat qildik. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda, keyingi mavzularda uchrashguncha salomat bo'ling.